Bugun sizlarni do'konimizda ochilgan yangi bo'lim bilan tanishtirmoqchiman. Ketdik. 1 daqiqa. Bu bo'limimizda siz turli xildagi temperatura, ya'ni gradus, issiqxonadagi graduslarni o'lchaydigan temperaturani ko'rishingiz mumkin. Bu graduslar issiqxonadagi harorat bilan birga namlikni ham o'lchab beradi. Shu bilan bir qatorda issiqxona uchun mo'ljallangan turli xil iplarimizni ko'rishingiz mumkin, hamda torflar, kichik upakovkadan tortib katta litrli suvlargacha mo'ljallangan torflarni ham uchratishingiz mumkin. Bundan tashqari har xil skoch mahsulotlarimiz mavjud. Bu skoch afzalligi shundaki, oddiy skochdan farq qiladi. Ya'ni skochga bu singib qolish xususiyatiga ega bo'lib, teplitsadagi, ya'ni issiqxonadagi har xil yoriqlarni samarali hamda siz uchun qulay bo'lgan darajada yopishtirib bera oladi. Bundan tashqari issiqxonamizda tripos, oq qanot hamda turli xil mayda hasharotlar uchun mo'ljallangan mana bunaqa skochlarimiz ham bor. 100 metr o'ramida 100 metr bo'ladi. Ko'k, sariq, qora va turli xil boshqa ranglar mavjud. Bundan tashqari bu skochni kesilgan variantlarini ham ko'rishingiz mumkin, hamda bundan birga feromon tutqichlarimiz ham sotuvda mavjud. Keyin esa issiqxonadagi ko'chatchilarimiz hamda issiqxonadagi ekin yetishtiruvchilarimiz uchun mana bunday ajoyib bo'lgan suv sepkich vositalarimiz ham sotuvda mavjud. F-Agro markazi yangilik qilishdan charchamaydi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.